Salom do'stlar, bugun biz sizlar bilan Hikvision kamerasini o'chirib bilan zavod parametrlarini qaytarishni o'rganamiz. Bilmaganlar uchun kamerani POI switchga ulaymiz. Bitta liniya, ikkinchi liniyani kompyuterga ulaymiz va reset berishni boshlaymiz. Xo'sh do'stlar, birinchi usul. Ko'pchilik xato nimada qiladi? Mana bu yerdagi knopkani bosib turadi, kamera ulangan holatda mana. Buni bosib turgan bilan foyda yo'q. Buni setka POI bo'lsa uziladi yoki pitanadan uziladi. Bu birinchi bosiladi. Mana bosaman va POI switchdan kelayotgan setka kabelni ulayman. 15-20 sekund bosib turamiz. Yana bir do'stlar, agarda sizda hab bo'ladigan bo'lsa, POI bo'lmaydigan bo'lsa, pitaniyani tiqishdan oldin buni bosamiz va pitaniyani tiqamiz. O'shanda ham bo'laveradi. 15-20 sekund bosib turgan holatda so'ng qo'yib yuboramiz. Bo'ldi. Birinchi usulim shu edi. Do'stlar, buni zavod parametrlari qaytganini qaydan bilamiz? Qanaqa bilamiz desangiz, endi o'rganuvchilar uchun SADIP programmani olamiz, internetdan kiramiz. Mana bu yerda SADIPda har doim SADIP bu Hikvision'da o'zini programmasi, qanaqa tarmoqda kameralar bo'ladigan hammasini chiqaradi. Agar tarmoqda kamera sozlanmagan bo'lsa, mana bunaqa yozuv bo'ladi. Kameramiz zavodskiy IP'si mana ki 164. Bilmaganlar uchun qo'shimcha o'taman. Agarda sizning kompyuteringizga IP berilmagan bo'lsa, IP mana bu yerdan beriladi. Kiramiz, parametrga kiramiz. Adapterga kiramiz. Mana menda 0 ga aytib turibdi, o'shani 1 ga o'zgartiramiz. Okey. Bu IP'lar nimadan olib qo'yiladi degan savollar bo'lishi mumkin. Mana favqulodda qilib ko'rsataman. SADIP o'tamiz. Kameramiz IPS 192.168.164. Ya'ni 192 yoziladi, 168 yoziladi, 1 yozsa faqat 64 dan boshqa raqam yoziladi kompyuterning IP'siga. Qo'shimcha o'tmoqchiman. Mana 192 yozilgan, 168 yozilgan, 1 yozilgan, 55. Xohlasangiz 13 qo'ying, xohlasangiz 12 qo'ying, xohlasangiz 223 gacha bo'lgan raqam qo'ysangiz bo'ladi. Va pastga 223 qilib beramiz. IP'lar shunday qo'yiladi. Kamera o'zingizga berib qo'ymasangiz bo'ldi. Oxir raqamini e'tibor beramiz. Ko'proq 64 bo'ladi, Hikvision'dagi. Ko'proq emas, aniq, chunki zavod parametrlari qaytganda 64 IP zavodskiy hisoblanadi. Mana shu 64 dan boshlab qo'yasiz. Shu qisqacha mana zavod parametrlari qaytdi, kiramiz. Birdaniga bizdan parol, yangi parol so'raydi. Yangi parolni teramiz. Mana terdik. Okey. Teramiz. Bu nimaga kerak? Bu agarda parolni esingizdan chiqarib olsangiz, o'shanda qayta tiklash kerak bo'ladi. 9 074 85 16 99 074 85 16 elektron pochta manzilimizni kiritib o'tamiz. Kiritganimizdan so'ng OK tugmasini bosamiz. OK tugmasini bosganimizdan so'ng bizda mana shunaqangi ekran chiqadi do'stlar. Hozir kamerani yuzini yo'q qo'yganman. Keyingi videolarimizda hozir buni qolgan ikkita usulni ham aytib o'taman. Keyingi videolarimizda kameraning har bitta funksiyalari nima vazifa bajaradi, to'g'risida video chiqib sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Qolgan shu joyda davom etamiz do'stlar. Agarda sizda parol bo'lgan hamma narsasi bo'ladigan bo'lsa, zavod parametrlarini qaytarmoqchi bo'lsangiz, obslujioniyaga bosasiz va mana bu yerda mana bu bor mana. Yana mana voz obnovit, ya'ni zavodskiy uni сброс parametr IP Kroni IP na zavodskiy. Shunga bitta bossangiz va daqsangiz, bu kameramiz zavod parametrlari qaytadi. Agarda mana bu xarob bo'lib перезагрузка bo'lsangiz, kameramiz просто o'chib bo'ladi. Bu ikkinchi yo'l edi do'stlar. Do'stlar, keyingi yo'li, mana kameramiz xuddi SADIP orqali bo'ladi keyingi yo'li. Kameramiz gazga tanlab olamiz va mana bu yerda stinkamiz bor, shuni bitta bosib chiqarib olib, mana bu yerda Fargod password bor. Shunga bosamiz. Bu yerda bunaqa ekran ochiladi. Bu yerda biz export device deb bosamiz va bu yerda men работа soat tanlayman. Mana export fayl bo'ldi. Bu nima? Mana bu yerga tushdi mana. Mana shu narsani olamiz. Ko'pchilikda kompyuter internet bor, bo'lmasa telefoniga tashlab olib shu narsani. Kamerani shtrix, mana orqasida lubekda kamerani shtrix joyini, mana shu joyini, mana shu joyni rasmga olasiz va mana bu kerak bo'ladi. Hikvision'da support pochtasi bor, o'sha pochtaga tashlanadi va kod keladi. Do'stlar, pochtamizga kirib olamiz va bu yerni отправление bo'limiga kirib, отправление написать ga bosamiz. Bu yerga biz kapirat qo'yganmiz, support kichikcha hikvision.com deb belgilab va temaga yozamiz. Hello deb yozamiz va my
IP kamera, Hikvision. Reset deymizda va please deb qo'yamiz. Напишите сообщение degan joyiga ham xuddi shuni kopировать qilib tashlasak ham bo'laveradi. Bu yerga kopировать tashlagandan so'ng tepada skriptga bo'lim bor. Samolyotchani oldidan ana shu yerga boyagi robot stolga tashlab olgan narsamizni va kameramizni, o'sha qaysi kamerani zibros qilayotgan bo'lsak, o'shani orqasi shtrix kodini rasmga olib, ikkalasini biriktirganimizdan so'ng отправить qilib jo'natamiz. Отправить qilib jo'natganimizdan so'ng kelgan pochtadan parolni olamiz. Pochta orqali kelgan parolimizda do'stlar 3 ta qator birinchisiga teramiz va new password, config password degan joyga o'zimiz yangi parolimizni terib, config bosamiz. Sizlar bilan bo'lganimdan xursandman. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videomda kameramiz ichki bo'limlarini o'rganamiz.